Ketyaptimi ovoz, hamma narsa yetarlimi? Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Realmed klinikamizda Furqat aka Anziratov bilan birgalikda sizlar bilan jonli efir tashkil qildik. Juda ham ko'pchilik bemorlarimiz savol berishadi, oqtoq o'zi tuzaladimi, yo'qmi? Natija ko'rganlar bormi, yo'qmi? Yana boshqa ko'p savollar bor. Nima uchun qaytalanadi? O'zi haqiqatdan davosi bormi, yo'qmi? Mana shular haqida va tuzalish uchun eng muhim bo'lgan omil haqida bugun birgalikda nasib bo'lsa gaplashamiz. Chunki mana yillar davomida Furqat aka oqtoqlar davolab kelyapmiz. Shu narsaga guvoh bo'ldikki, tuzaladigan bemorlarimizning toifasi o'zi aniqda. Primerni masalan kimlar tuzaladi? Mana shular haqida sizning fikrlaringiz bizga muhim. Men o'zimizning tajribamizdan, klinikamizda kuzatayotgan holatlarimiz haqida sizga bir ikkita savollar beraman va mana shu obunachilarimizga tuzalishiga kerak bo'ladigan muhim bo'lgan savollarga javob olishar xudo xolasa. Endi keling shu avvaliga shu dog' to'g'risida ozgina shu vitiligo to'g'risida ozgina informatsiya beraylik. Haqiqatdan ham hamma joyda o'sha lecheniya planoviy и nimada kompleksni ketadimi yo'qmi shu to'g'risida gaplashamiz-da. И shu vaqt ichida bir narsani kuzatdikki, nimaga kimlargadir davolanishi ko'proq vaqt talab qilyapti, kimlargadir qaytarilyapti. Mana shular to'g'risiga ham hozir o'sha mexanizmlarni shu kuzatuv orqali mana shu birga ishlab turib, уже birinchi предварительный nimada javoblarni уже ko'rdik и olishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, ishlaganda faqatgina потребительский bo'lmasligi kerak. Tashqaridan faqatgina nimanidir iste'mol qilaman, shu iste'mol qilishni orqasida yaxshi bo'laman emas. Klinikada ketadigan ishlar shundan iboratki, o'zingizda endokrin sistemangiz, o'sha gipotalamus, o'sha tam shitovidная железа, tam nadpoychniklarni, yana bo'lmasa boshqa o'sha semenniklarni ishga to'liq tushirgan holdagina bu amaliyot rezultatini beradi. Undan tashqari, yana hozirgi kunda juda ham ko'p autoimmun proseslar ko'payib ketdi. Agar immunitet buzilgan bo'lsa, o'zini hujayrasiga qarshi urashadigan bo'lsa, ana bu yerda ham nimada uni продолжительности juda ham ko'p vaqt. Yana bir narsani kuzatdimki, shu vaqtgacha ko'p kimlardan bir gaplashib nima qilgan bo'lsak, avval lecheniya olganlar juda ko'p insonlarda 90% gormonal nimada lecheniya qilingan. Endi qarang, gormon ko'p olgani sababli bu nimaga olib keladi? O'sha nadpoychnikda, o'sha nimada shitovidkan, o'sha gipotalamusda istasheniya olib keladi. Ular уже charchab qolgan. Shuning uchun mana bu yerda biz ishni yo'lga qo'yishimiz davomida ular o'zi kerakli bo'lgan o'sha gormonlarni ishlab chiqarish susaygan. Ana nima sababdan? Bitta sabablardan shuki, kimlargadir mana bu qaytalandi. Endi ularni yana tiriltirib, ularni yana o'z faoliyatini tiklab, ularni kerakli miqdorda gormon ishlab chiqarish uchun işte anchagina vaqt talab qiladi. Shuning uchun bitta nimani o'zi bilan faqatgina nima deydi, zamestительный terapiya bilan faqat gormonni tashqaridan olib turib, bu nimaga erishish qiyin. Undan keyin, конечно же, tam insonning psixologiyasi ham juda ham katta rol o'ynaydi. Albatta, shu bugun aynan shu inson psixologiyasini qanchalik bemorning tuzalishiga bog'liqligi haqida juda ham ko'p bemorlardan keyslar bor. Ya'ni haqiqatdan shunaqa holatlar bo'lganki, kimdir tuzalyapti, 60 yosh, 70 yosh, 80 yosh bo'lib, kimdir 30 yosh, 20 yosh bo'lib ham tuzala olmayapti. Mana shu omillar haqida ham hozir muhokama qilamiz. O'zi bir xalqimizda bir gap bor, burnidan tortilgan ot poygaga yaramaydi deydi. Ya'ni biz bir insonni majburlab davololmaykanmiz. Uni ilojisi yo'q. Bir toifa insonlar bor, ota-onasi farzandini olib keladi.
farzandimni tuzatib bering deydi. Lekin farzand davolanishni xohlamaydi. Ya'ni ota-ona doringni ichdingmi, mazingni surtdingmi degan majburlab qildiradigan bemorlarimiz deyarli tuzalishmayapti. Kimda o'zida ya'ni shijoat bor, men shifo topishim kerak, men tuzalishim kerak, doktor menga yordam bering degan insonlarni deyarli barchasida shifo topish holati kuzatilyapti. Mana shu holatga siz fikringiz? Qarang, inson ichida o'sha bizni yaratgan hamma mexanizmlarni berib qo'ygan. Shunaqa savol tug'iladi, juda ko'p eshitib nima qilyapman. Bu tuzalmaydi. Mana qancha vaqtga borib nima qildi? Endi mana shu tuzalmaydi degan insonlardan bitta narsani so'ramoqchiman-da. To'g'ri, kimdir yillab, 20 yillab ham lecheniya olib yurgan bo'lishi mumkin, lekin haligacha davo ololmagan. O'sha 20 yil avval bo'lganida o'sha insonning boshida tug'ilganida birdaniga o'q-dog' bilan tug'ilmaydi-ku. Bu degani nima degani? Nima demoqchiman? Bu degani o'sha mexanizmimiz bor. Ichingizda o'sha nima deydi, melaninni ishlab chiqarish mexanizmi bor. Faqatgina uni ishlab chiqarishda to'sqinlik qiladigan faktorlar bor. Ana shu faktorlardan bittasi mana shu psixologik insonni nastroyi deydi, uni qanday shu ishga yondashishi. Endi qarangda, o'zi men sizga bitta nimani ko'rsataman. Aytaylik, mana ikkita hujayra o'tiribdi. Masalan, ikkita hujayra. Bittasi melanin ishlab chiqaradi, bittasi yo'q. Endi qanday qilib bilishimiz mumkin bittasi ishlab chiqaradi? Chunki bittasiga ta'sir qilib turasiz. Qarangda, ta'sir bo'lganda bu harakati bor. Ko'ryapsizmi? Bu degan depolarizatsiya, repolarizatsiya prosesslari ketadi. Shuni orqasidan bir ishlar. Endi mana qarang, ikkinchisi bor, umuman bunga ta'sir yo'q. Befarq, ishlagisi ham kelmaydi, kimdir aytgan gap, bu nima edi, ta'sir qilinmasa, bunga nisbatan qanaydir bir yo'l yo'riq ko'rsatilmasa, bunga ehtiyoji yo'q deb o'ylaydi. Shunday. Qarang, hujayra ham eshitishni biladi. Uni ham ongi bor. Shuning uchun agarda haqiqatan ham yaxshi gap bo'ldi-da, o'sha aytganlarida inson o'zi istashi kerak. Qanchalik shuni istaydi? Qanchalik shunga harakat qiladi? Shudan qutulish uchun nimalar qiladi? Haqiqatan ham shu doktor aytgan o'sha rekomendatsiyalarga amal qiladimi? Xuddi shunday qilib o'sha plazmani, o'sha hujayralar aro bo'shliq va hujayralarda muhitini tozalashga, o'shani chiroyli ushlab turishga qanaydir yordam ko'rsatadimi? Qarangda. Yoki o'sha hujayralarni uyg'otib, boyagi aytgandek depolarizatsiya, repolarizatsiya prosesslarini qo'yib yuborib, uni ribosomasini stimulirovать qilib, melaninni ishlab chiqarishga ozgina ko'mak beradimi? Yoki bo'lmasa faqatgina qachonki ota-onasi buni istasa, xuddi bilasizmi, bu shunaqa holat bo'ladiki, mana masalan, menda jajda bor, men suv ichkim kelyapti, lekin nima edi, Ilyosbek men uchun suv ichyapti, ichyapti. No, извините, bu kishi tonnalab suv ichsa ham men chanqoqim qolmaydi bunda. Bu uchun men harakat qilishim kerak. Mana hozir nima to'g'risida gap ketyapti. Shunday. Hozir obunachilardan shunaqangi savol bo'lishi mumkin-da. Kim tuzalishni xohlamaydi? Hamma xohlaydi-ku deyishi mumkin. Lekin diqqat qilasizlar mana shu joyga. Hamma xohlashi mumkin. Xohish boshqa, orzu qilish, havas qilish boshqa, lekin harakat qilish, maqsadiga o'sha erishish yo'lida qilinadigan ishlar umuman boshqa narsa. Ya'ni biz hammamiz xohlaymiz yaxshi yashashni, sog'lom bo'lishni ko'p, lekin bu sog'lom bo'lish, yaxshi yashash uchun mehnat qilish kerak. Haqiqiy sabablarni qilish kerak. Biz o'sha sabablarni, demak, tajribamizdan kelib chiqib, bundan oldingi tuzalgan bemorlarimizga nima tavsiyalar yaxshi natija bergan, o'shalarni o'rganib chiqib, bemorlarga tavsiya beramiz. Misol uchun ko'pchilik tushkun kayfiyatda yuradi. Masalan, men aniq e'tibor qilganman, ya'ni bemorlarimizda kim kun davomida kayfiyati normadan, ya'ni mana norma, xursand emas, xafa emas, bu normal desak, normadan yuqori, xushchaqchaq, samimiy,
pozitiv bo'lib ko'proq vaqt o'tkazadigan bo'lsa kun davomida va har doim o'sha narsa takrorlanadigan bo'lsa, mana shunday insonlarda, xotirjam insonlarda deyarli hammasida tuzalish kuzatiladi. Endi bunda yurishni o'zi bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi insonlar bor kulmaydi. Kulolmaydi. Men hayron qolaman. Xuddi biz ularni og'doq qilib qo'yganday shunday tumshuq qovog'ini uyib mana shunday yuradi-da. Напряжённый yuradi. Shu uchun kimda kim agar mana shunday normadan kayfiyati pastda yuradigan bo'lsa, ya'ni tushkun kayfiyatda yuradigan bo'lsa, bunaqangi odamlarni deyarli barchasida yaxshi tomonga men ko'rmadim. Mana shu haqda ham bir ikki og'iz tushuntirib bersangiz. Endi qarangda, Emotsional holat. bizda shunaqada insonni his tuyg'usi, insonni fikrlari, molekulalarga aylantiradi. Определенный ximik molekulalarga aylanadi. Qarangda, sizda fikringiz, sizda his tuyg'ungiz, sizda sezgingiz bu o'sha ximiya jarayoni bor. Endi staj molekulasi paydo bo'lsa. Aytaman, iltimos. Men shu qarangda, bu dermatologik sentrlardan tashqari siz o'ylaysiz boshqa O'zbekistonda yo'qmi? Yo'q. Juda ham ko'p. Nima uchun shu mana shu sentrda mana shu birgalikda ish olib borayotganimizning sababini sizga aytaman. Bizda shubha yo'q, zig'ircha ham shubha yo'q, insonni o'sha oqdoqdan to'liq sog'aytirib yuborishga. Lekin sizda bo'lishi mumkin. Buni ham tushunamiz. Nima uchun? Chunki shu vaqtgacha ham ishlanganda, shu vaqtgacha ham yordam ko'rsatilganda 90% da rezultat bo'lmagan. Shuning uchun ham nima bo'lavergan? Bu yordam bermaydi, iltimos. Agar o'z ishini tushunmaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa shunaqa vrach sizga ham lecheniya qaraydigan bo'lsa, bu ishni nima ham qilib o'tirmaydi. Qiladigan ishimizda shubha yo'q. Endi keling, nima demoqchiman? O'zi energiya уровеньda gapiradigan bo'lsak, shubha ham определенный chistotaga ega. Ishonch bu ham определенный chistotaga ega. Agar siz kelyapsiz, mana biz ishonch bilan ishimizni qilyapmiz, lekin siz ishonchsizlik bilan qilyapsiz. Qarang, bizning chistotani, ishonch va bo'lish chistotasini qanaqa pastga tushirib qo'yasiz. Keling, mana bu chistotaga siz ham o'ting. Shu yo'nalishda bo'ling. Buni psixologiya deydilar. Buni munosabat deydilar. Insonni ichidagi ketadigan jarayonlarga. Agarda shu narsaga tushunmasak, agarda nima deydi, gumon bilan yoki shubha yoki tavakkal qilib ishlaydigan bo'lsak, unda boshqa gap edi. Извините, bu yerda tavakkalchilik yo'q. Bu yerda konkretika, fan, bu yerda konkretika, nima deydi, konkretni mexanizmlar ko'rib chiqiladi. Shunday yondashiladi. Shunday. Shu sababli ko'pchilik bemorlarimiz bu narsalarga e'tibor bermaydi. Menga zo'r dori yozib bering, yaxshi bo'lib ketay. Bitta muolaja qiling yoki bir maz bilan tezda yaxshi bo'lib ketaman deydi. Yo'q. Bu narsaga haqiqatdan ham jiddiy e'tibor berib, o'sha o'zini emotsional holatini yuqori holatda ushlashga harakat qilgan va mana shu holat bilan doimiy yashash tarziga aylantiradigan inson bo'lyapti. Mana yoshi katta, 50 ga kirgan, 60 ga kirgan, u kungi onaxon 64 ga kirgan onaxon bo'ldi dedi. Men o'zi xotirjam bo'ldim, menda jarayon plyusga ketdi dedi. Bizda juda ham ko'p natijalar bor. Faqat bemorlarimiz bu natijalarimizni demak hammaga qo'yishni xohlashmaydi-da. Lekin yaqinda hali sizlar uchun juda ham zo'r natija ko'rgan bemorlarimizdan birin-ketin odzivlarni o'zlari ham to'liq tuzalib olsam gapiraman deyishyapti. Mana shu joyda yana ba'zi bir fikrlarimiz bor, ya'ni to'liq tuzalmagan bemorlarimiz boshqa bemorlarni tushkun kayfiyatga tushirib qo'yishga ham katta sababchi bo'lyapti.
Zo'r. Ya'ni o'zi shifo topmagan, buni davosi yo'q. Unga borgan, bunga borgan, tavsiyalarga yo amal qilgan yo amal qilmagan, lekin natija ko'rmagan-ku. Endi o'zi noumid bo'lgan, boshqalarni ham Keyin noumid shuni qilib yuqtiradi, shu energetikani beradi. Gapi to'g'ri. Qarang, bekorga aytmaydi-ku, mayda qozon yaqin yursang qorasi yiqadi. Shunday. Mana shuning uchun nima demoqchi biza? Shu pozitiv haqiqatan o'z kuchiga ishonadigan, haqiqatan shu bilan yonib yashaydigan nima insonlar, mana bu pozitivniy dunyo qarashi bo'lgan insonlarni yaqinida yursangiz, однозначно yana bir marta aytyapman, hujayralar eshitishni, ularni сознанияsi bor, ularni fikrlash doirasi bor. Bu narsani ular birdaniga sezadi va shunga yarasha rezultat, shunga yarasha o'sha melanin ishlab chiqarish funksiyasini yo'lga qo'yib beradi. Shunday. Kecha bir yaxshi misolni keltirdingiz. Ya'ni bir insonga majburlab ovqat yedirsangiz qanday bo'ladi-yu, o'zingiz ishtaha bilan ovqat yesangiz qanday bo'ladi dedingiz. Haqiqatan o'zingiz ishtaha bilan ovqat yesangiz maza qilasiz va o'sha ovqat yaxshi hazm bo'lasizda. Yaxshi hazm bo'ladi. Tanangiz, har bir hujayrangiz maza qiladi. Maza qiladi. Endi biz insonlarni majburlab davololmaykanmiz. Yoki uni ota-onasi qattiq xohlaydi. Mana bugun ham ko'p joylarga olib borib shifo topolmagan bir ota o'g'lini olib kelyapti. Ilyos aka, bormagan joyimiz qolmadi. Ko'p joylarga bordik, markazlarga, o'sha dermatologiya markazlariga bordik. Tuzalmayapti o'g'lim, faqat dog'i ko'payyapti. Buni hech bo'lmasa to'xtatib bering dedi-da. Men o'g'liga aytayapman, qara uka, seni otang yoki men harakat qilishim seni tuzatolmaydi. Agarda sen xohlamasang, xuddi ovqatni ham misol keltirdim, ya'ni sen agar ishtaha bilan ovqat yesang yaxshi hazm bo'ladi. Hozir otang bilan ikkalamiz senga majburlab ovqat yedirsak, bu sen tushundi bola. Bo'ldi dedi, men tavsiya bering, men amal qilaman dedi. Mana shu holatda Xudo xohlasa har qanday yondashadigan bo'lsak, har bir bemorimiz nasib bo'lsa shifo topadi. Hech kim noumid bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. O'zi xuddi shunaqa bo'ladi. Bitta narsani tushunishlaringizni istaymiz. Qarang, biz bu yerda любом случае bu narsaga ishonamiz va shu yo'l yo'riqda qo'limizdan kelgancha sizga yordam beramiz. Endi qolgan protsesslar o'sha melanin sintezi bu sizni tanangizda ketadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun siz tomondan o'zingizga ham ozgina qarashmasangiz yoki o'sha kerakli rekomendatsiyalarni qilmasangiz, bajarmasangiz, bu juda qiyin bo'ladi lecheniya bo'lish. To'g'ri, bizni metodikamiz, bizni qiladiganimiz ishlaydi. No, bu определенный momentgacha ishlaydi, keyin to'xtab qoladi. Keyin yana hamma narsani boshidan boshlashga to'g'ri kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu mahaviy qo'yilimi, uni dalshi mayda harakatda bo'lishini davom ettirish kerak bo'ladi. Shunday. Demak, aziz do'stlar, hozir juda ham ko'p obunachilarimizdan savol kelgan. Hozir savollarga ham javob beramiz, lekin bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan bitta muhim fikr bu bir insonni majburlab davolab bo'lmasligini sizlarga yetkazish edi. Ya'ni bizga kelishdan oldin oila a'zolari bilan maslahat qilib, kim bemor, kim bo'ladigan bo'lsa, o'sha bemor o'zi xohlab kelsin. Ya'ni ota-onasi uni majburlab olib kelmasin. Kimdir uni majburlab bizni oldimizga olib kelmasin. Bunaqa inson shifo topishi qiyin. Mana shu fikrni ko'pchilikka yetkazmoqchi edik. Aynan mana shu fikr bilan juda ko'pchilik insonlar Xudo xohlasa shifo topadi degan umiddamiz. Endi obunachilarimizdan bir qancha savollar kelgan, shu savollarga ham javob bersak. Xo'jayinimda dog' bor degan, 20 yildan oshgan chiqqaniga ko'p joylarga davolanyapti, tuzalyapti, lekin yana ochilib ketyapti. Qo'l oyoq juda qiyin bo'lyapti tuzalishiga debdilar. Biz o'sha mexanizmlarni yana qaytarib aytaman. Qarang, mana shunaqa qaytalanishini ko'p sababi o'sha autoimmun proses bo'ladi. Chunki immunitet mana bu yerda ishlab ketdi, keyin yana o'sha antitelalar, o'sha makrofaglar o'zini hujayrasini yana ish faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Shuni orqasidan bu qaytarilish bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, boyagi aytganimdek, agarda gormonal sistema o'sha
gipotalamus, o'sha nadpoychniklar, o'sha qalqamonsimon bez ish faoliyati davomida juda ham ko'p gormon olgan bo'lsa, u tashqaridan keladi, o'zini ishlash nimasi ham, prinsipi ham buzilgan. Mana nima uchun bularda ham o'sha qaytarilishlar kuzatiladi. Undan keyin yana bitta narsani to'g'ri tushunishlaringiz kerak. Teri, hamma vaqt aytganman, hozir ham aytaman, qon tomir bilan ta'minlanmagan. Shuning uchun u yerda ketadigan proseslar juda sekin ketadi. Bu degani plazma va hujayra bo'shliqdagi muhit agar o'sha ovqat yeyish bilanda yana o'sha muhit bilan yana ifloslansa, bu proses yana orqaga qaytishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana bu tomonlariga ham e'tibor berish kerak va mana shu tug'an o'g'larni yo'ldan olib tashlash kerak. Tagda однозначно bu qaytalanmaydi. Shunday. Ancha savollar bor edi-da, jonli efir masini tagida bunga chiqmayapti. Qanday ko'rsak bo'ladi? Yo'q. Jonli efirdagilar hammasi. Mana buni tagida ham ancha turuvdi-da bo'yni. Mana tagida savollar degan joyga kommentariyada ancha savollar bor. Shular skrin qilib bering. Hop. Hujayra darajasida muolaja necha marta olish kerak deyishibdi? Hammasi shundan bog'liqki, prosesni qanchalik surunkaligiga bog'liq. Agar bu proses uzoq vaqt davom etmagan bo'lsa, 3 oydan 6 oygacha davom etgan bo'lsa, 2 ta, maksimum 3 ta kurs dastlashni bo'ladi. No, qanchalik bu surunkali, qanchalik bu uzoq vaqt davom etgan bo'lsa, bularni hammasini tiklash, biz aytgandik, 1,5 yil, 2 yilgacha ham muolajalarni olishga to'g'ri kerak bo'ladi. Chunki har bitta sistemani перепрограммировать qilib, yana uni boshidan normal holga keltirish juda uzoq vaqt talab etadi. Mana 64 ga kirgan bemor, o'sha Toshkent viloyatidan keldilar. 5 oy bo'lgan lichinani boshlaganimizga 5 oyda 2 marta hujayra darajasida muolaja olganlar. 2 marta o'zimizning klinikamizga muolaja olganlar. 70% yaxshi bo'lganlar. 64 ga kirgan bemorimiz o'zlarini ovozlari bilan ovozli xabarlari ham bor. 70% ga tuzaldim deb. Yaxshi. Shu uchun hech qachon noumid bo'lmash kerak. 64 ga kirgan onaxon 70% yaxshi bo'lyaptilar. Demak, yana shunday savol kelgan, lazerni zarari yo'qmi organizmga deyishibdi. Endi qarang, hamma narsani me'yori bor-da. Shuning uchun agar me'yorda olinadigan bo'lsa, tagda uni zarar bo'lmaydi. Конечно, bizning doktorlarimiz o'sha me'yorga e'tibor berishadi. Shuning uchun me'yordan chiqmay ketib ishlatilgan lazer bu yomon pozitsiyaga olib kelmaydi. Me'yordan chiqib ketib qolsa, unda haqiqatan ham yomon ta'siri, nojo'ya ta'sirlari bo'ladi. Shunaqa savol kelgan. Menda oq dog' bor, 3 oy bo'ldi chiqqaniga. Analiz topshirganimda vitamin D tanqisligi bor ekan va o't pufagimda tosh borligi aniqlandi. Shular oq dog'ga sabab bo'ladimi debdilar. Bo'ladi nima uchun? Chunki bir narsani to'g'ri tushunish kerak. O'sha vitamin D bu steroid gormonlarni sinteziga uchastlik qiladigan preparatlardan hisoblanadi. Endi steroid gormonlar deganda, demak, ichki o'zini gormoni tushib ketishi sababi orqali mana shunaqa holatga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu bitta nima. Shuning uchun men qarangda rekomendatsiya berganda o'sha ko'proq tabiiy mahsulotlardan upotreblять qilish. Buni tarkibida yetarli miqdorda vitamin, minerallar, nizaminiy aminokislotalar, nizaminiy жирный kislotalar bo'lishi kerak. Mana shular bo'lgan taqdirda o'sha melanindan, fenilalanинdan, tirazindan nimada sintezi bo'ladi. Mana bu aminokislotalar agar yo'q bo'lsa ham melanin sintezi buzilishi mumkin. Mana shular sintez bo'ladi hujayra ichida ham. Bularni ham sintez bo'lishi uchun определенный o'sha vitamin, определенный boya aytganimdek minerallar va nizaminiy жирный kislotalar kerak bo'ladi. Mana o'shalar bo'lgan taqdirda bu proses to'liq ketadi. Shuning uchun
qandaydir vitamin yoki minerallar yetishmovchiligi yoki aminokislotalar yetishmovchiligini uni o'rnini обязательно to'ldirish kerak bo'ladi. Bularni to'ldirish yo'li faqat o'sha rekomendatsiya berganlarida oziq ovqatlanish, yeb ichish mana bu xilma-xilligidan iborat bo'ladi. Yana shunday savol kelibdi. O'g'lim 12 yosh, 1 yil bo'ldi vitiligoga chalingan. Barmoqlari, tirsaklarida, tizzasida, labini chetida oq dog'lar paydo bo'lgan. Klinika ko'rigi va narxi qancha debdi. Hay bunga o'zim javob bersam. Oq dog' bilan kasallangan bemorlarimizga klinikamizda ko'riklar bepul. Men o'zim shaxsan tavsiyalar beraman, konsultatsiya qilaman. Meni ko'rigim bepul oq dog' bilan chalingan bemorlar uchun. Qanaqadir analizda topshiriladigan bo'lsa, demak bemorning yoshiga, undagi muammolarga qarab har xil bo'lishi mumkin. Uni administratorlarimiz hisoblab aytishadi. Ну, средний qancha? O'rtacha 500 mingdan misol uchun 700 ming, 800 ming, agar 1 milliongacha boradi. muammosi ko'proq bo'lsa, maksimum 1 milliongacha boradi. Undan ziyodga bormaydi. Xo'p, yana shunaqa savol kelibdi. Savolim bor edi meni. Qo'limda ikkalasida ham oq dog' donachalar paydo bo'ldi. Nima qilsam bo'ladi? 2 oy bo'ldi chiqqaniga. Endi bunaqa savollar albatta ko'rikka kelish kerak, tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Nima uchun bu oq dog'lar paydo bo'lyapti? Sizda o'sha asabingizda muammo bormi? Qalqonsimon bezda bormi? Ichki a'zolarda Parazitlar bormi? Parazitlar ko'ramiz uni. Hozir aniq mana shundan deb aytib bo'lmaydi. Chunki sababi aniq emas bu dard. Shu sababli tekshiruvlarni ko'ramiz va undan keyin bir xulosa aytishimiz mumkin. Xo'p, assalomu alaykum. Vitiligoni necha oyda davolasa bo'ladi deyishibdi. Bu boyagi savol, bu hammasi protsessni uzoqligiga, qancha o'stiraymi yoki bo'lmasa surunkali. Qaytarib o'tirishda hojati yo'q aytdim. Surunkali bo'lsa, bu uzoqroq 1 yil, 1,5 yilgacha davom etishi mumkin. To'liq nima deyiladi? No, bilasizmi, biz inson ichidagi potensialni ko'ra bilolmaymiz. Faqat bunaqa diagnostika yo'qda. Hujayra уровенida o'sha hujayrani ichidagi organellalar funksiyasini aniqlab beradigan bunaqa diagnostik apparat yo'q. Agar shunaqa bo'lganda biz sizga точно o'zi aytardik, mana shuncha vaqt kerak bo'ladi sizga oq dog'dan to'liq qutulib ketishingizga deb aytsak bo'lardi. Shunday. Davolasa tuzalishga garantiya beriladimi deyishibdi. Qarang, biz metodika qiladigan ishimizga garantiya beramiz. Lekin yana bir marta o'sha boshida aytganimizdek, siz qanday yondashasiz? Siz qanday bizga yordam berasiz, o'zingizga yordam berasiz? Ana bu to'g'risida o'ylab ko'rish kerak. Ana unda ikki tarafdan mana chiroyli rezultat bo'ladi. Shunday. Qalqonsimon bez bilan bog'liqmi bu kasallik? Agar normadan kichik bo'lsa deyishibdi. Ha, конечно, chunki normadan kichik bo'lsa gipoplaziya bo'ladi. Bu достаточно gormon yetishmaydi, bu obmen prosesslarini buzadi. Chunki qalqonsimon bez ishlab chiqaradigan gormonlar lipidni, uglevodni, belkoviy obmenga участвовать qiladi. Boya aytganimdek, agar определенный beloklar, значит aminokislotalar yetishmasa, tirozin, fenilalanin bo'lmaydi, undan melanin hosil bo'lmaydi. Shuning uchun bu, конечно, bog'liq. Mana klinikamizga keladigan bemorlarning deyarli hammasida qalqonsimon bezini tekshiramiz. Deyarli 50% bemorlarimizda yo qalqonsimon kichik bez, qalqonsimon bez gipoplaziyaga uchragan yoki kattalashib ketgan giperplaziyaga uchragan yoki tugullar paydo bo'lgan, toksический zob, uzlavoy zob, mana shunaqangi UZIda aniqlanadi. Mana fakt bo'yicha aytadigan bo'lsak, deyarli 50% bemorlarimizda qalqonsimon bezda o'zgarish muammo bor. Bu xuddi shunday muammo gipotalamusda ham bo'lishi mumkin. Xuddi shunday nima edi, nadpochnikda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda ketadigan nima, hamma o'sha gormon ishlab chiqaradigan bezlarni biz nima edi, ish faoliyatini normallashtiramiz. Mana orqasida keyinchalik sekin-sekin bu nima edi, obmen proseslar joyiga keladi va melanin ishlab chiqarish protsessi yana sozlanadi. Shunday. Sizlarda davolansa kurs necha kurs bo'ladi? Shu haqida to'liqroq ma'lumot berib Men уже javob berdim deb o'ylayman. Javob berdik, ha. Chunki bitta narsani bilinglar, bu dard
nima deydi, sababi aniq bo'lmagandan keyin biz birinchi tanadagi muammolarni bartaraf qilib olamiz va sekin-sekin etap o'sha hujayra darajasida davolash metodikasini qo'shib boraveramiz. Ba'zan 6 oy ketadi, ba'zan Bitta nimani aytay, shu yerda qarangda, uzr, endi qarang. Aytaylik, kimdadir bronxial astma bor. Aytaylikda, o'pkasi bilan bog'liq, kimdadir yuragi bilan, kimdadir jigari bilanda, kimdadir talog'i bilan, kimdadir kostniy mozg bilan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qanday qilib bu nimani protsessni cho'zishi mumkin? Endi agar bronxial astma yuqori nafas yo'llari shamollagani yoki gaymarit bilan bo'lgan bo'lsa, bu nima deganiga olib keladi? Bu kislorod kamligiga olib keladi. Kislorod kam bo'lgandan keyin obmenniy prosesslar to'liq ketadimi? Qarang. Jigarni oladigan bo'lsak, dezintoksiyon funksiyalar buzilgan. U shuni ham plazma ham buzilib o'tiribdi. Uni jigarni funksiyasini tuzatmasangiz, uni tiklamasangiz, bu yerda qanday qilib nima rezultat olasiz? Tim bo'lsa agarda insonda qanaydir virus gepatit B, C formalari bo'lsa. Shuning uchun xuddi shunday kosmosda elik agar miyelit bo'lib to'liq ishlamayotgan bo'lsa, eritrotsitlar kamayib ketadi, leykositlar kam bo'ladi. Bular bilasiz, bittasi immunitetda uchrashadi, ikkinchisi bo'lsa gemoglobin kislorod tashiydi. U anemiyani o'zi ham nima edi, protsessda ketishini ham cho'zishi mumkin, ham uzoq nima edi, nimalarga cho'zishi mumkin. Shuning uchun mana bularga agar e'tibor bermasak, bularni korreksiya qilmay turib, nima edi, rezultat olish yana bir marta juda qiyin bo'ladi. Xo'p. Parhez haqida so'rashibdi. Ya'ni shirinliklar, dukkakliklar yeyish mumkinmi? O'zi qanaqangi parhez qilish kerak deb aytishibdi. Javob berasizmi? Aytay. Aytavering. Endi oxirgi paytlarda tabiiy oziqlanishga bo'lgan talab ko'payib ketyapti. Ya'ni sun'iy ovqat mahsulotlari, har xil ximikatlar qo'shib ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'pligi sababli, demak, natural ovqatlanishga bo'lgan ehtiyoj juda katta. Aynan oq dog'larga ham, demak, ovqat hazm bo'lish yaxshi bo'lishi uchun, gormonlar ishlab chiqarilishi, o'sha vitamin yetishmovchiligini to'ldirish uchun albatta biz to'g'ri ovqatlanishga va tabiiy bo'lgan ovqat mahsulotlarini yeyishga harakat qilishimiz kerak. Mana ko'pchilik shirinlik yeyishimiz kerak deydi. Shirinlik albatta hammani ehtiyoji, lekin uglevod kartoshkada ham bor, masalan. Uglevod, shakar, navot, shunga o'xshash har xil pishiriqlar tavsiya qilmaymiz bemorlarga. Nimaga desa, mana shu uglevodlar baribir ham boshqa ovqat mahsulotlarida bor. Lekin qora mayiz deymizmi, xurmo deymizmi, mana tabiiy asal, fruktoza agar topiladigan bo'lsa, albatta ichinglar, foydalaninglar deymiz. Lekin shakar va shakar qo'shib tayyorlanadigan pishiriqlar tavsiya qilmaymiz. Shikolatlar, konfetlar juda ham ko'p iste'mol qilinadi. Konservirованный narsalar, chunki bu o'zi kislotali bo'lib qoladimi xud? Bu yana pH'ni buzib turib, protsessni yana usugublash qilishi mumkin. Shuning uchun mana bu har xil rangdagi nimalar, nima uchun o'sha rangdagi napitkalarni ham ruxsat bermang. Chunki u rangdagi ichidagi ingrediyentini yana jigar uni ham nima edi, переработать qilish kerak. Qarang, kuch bu yoqqa ketmay, mana buni ishlab chiqarishga, melaninni ishlab chiqarishga ketmay turib, ovqat tushgan o'sha toksinlarni переработка, neytralizatsiyasiga ketib qoladi. Shunday. Kuch boshqa joyga ketib qoladi. Mana nima uchun parhez qilish kerak bo'ladi. Shu sababli o'sha tabiiy bo'lgan ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj katta. Shu sababli mana ko'pchilik so'raydi, sut mumkinmi deydi. Sut ichib, mana yaqinga bir bemorimiz tuya sutiga boribdi-da, har kuni yarim litr sut ichdim deydi. Oq dog'larim ko'payib ketdi deydi. Shu sababli sut ko'paytiradi, lekin achigan, mana kefir deymiz, ba'zi joylarda qatiq deymiz, bemalol ichaversa bo'ladi. Ko'pchilik oq narsa mumkin emas deb qatiqni 5 yil, 6 yildan beri ichmay yurishar ekan. Yana bitta narsa qarang, yana shunga kelyapmiz. Shuning uchun oziqangiz, o'sha yeb ichadigan narsangiz raznoобразие bo'lishi kerak-da. Har xil. Juda ham yaxshi, bilasizmi? Mana bu
проросшие зерна deydi-yu, pshenitsaniki, boboviyda nimalarni, проросшийsi, salgina o'stirma qilingan. Ichida достаточное количество o'sha aminokislotlar, zo'r energiyaga ega. Достаточное количество mineral, vitaminlarga boyda. Mana bunaqa narsalarga nima aytadi, tam употреблять qilish mansabga уже nimaga muvofiq bo'lar edi. Maqsadga. Yana shunday savol berilibdi. Emizikli bolasi borlar lichina olishi mumkinmi yoki bolani ajratib keyin lichinaga borish kerakmi deyishibdi. Bizda bemalol даже emizikli bo'lgan ayollarga ham nimamiz bor, chunki ishlatadigan preparatlarimiz, qiladigan muolajalarimiz orqali chem boshqa joyda qilingan nimalardan 20-30 marta kam baboshin testi chiqardi. Shuning uchun bu даже показано, даже bu nimada xalaqit bermaydi, bemalol lecheniya olib ketsalar bo'laveradi. Yana boshqa savollar bor. Bu savollarga oldin javob berganmiz va ijtimoiy tarmoqlarda kontentlar orqali ko'pchilik savollarga javob berganmiz. Mana o'zi 35 daqiqadan oshibdi nima qilganimizga. Agar nimaga? Ha, jonlimi? Mayli bo'lmasa nima qilsangiz? Bo'lmasa Telegramda ba'zi bemorlarimizga jonli tarzda savollariga javob berishga harakat qilamiz. Demak, yana 3 ta bemorimizga bo'lmasa savolga javob beraylik, shu bilan tugatsak ham bo'ladi. Bemalol. Vaqtimiz ko'p bo'lsa edi, hamma savollaringizga javob berardik. Aha. Qo'l ko'targanlar bor. Mana Telegramdagi mijozlarimiz, qo'l ko'targan mijozlarimizga Mahliyo Vafoyevna bemalol savol bersangiz bo'ladi. Mikrofonni yoqib savol bersangiz bo'ladi. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Rahmat. Menda yoz oyida, o'tgan yili yoz oyida boshimda kista borligi uchun nevropatolog kuchli dori ukollar yozib bergandi. Aha. Undan keyin qo'limda mayda toshmacha oq nuqtachalar paydo bo'la boshladi. Keyin labimni pastida, ko'zimni ostida. Keyin anaqa dermatologga uchrashganimda pigmentatsiyani buzilishi degandi. Keyin o'sha kishi vitamin yozib bergan edi. Vitaminlar ichdim, zink, ayvit yozib bergandi, D3 yozib bergandi. Yuzimdagilar ketdi, lekin qo'limdagi ketishi biroz qiyin bo'lyapti-da. Bu narsa davom ettiraverishim kerakmi yoki o'zi qo'lda ketish qiyinroq bo'ladimi? Endi sizga oldin haqiqatdan oq dog' emasmi degan tashxisni aniqlab olishimiz kerak-da. Siz imkoni bo'lsa klinikaga bir kelishingiz kerak. Biza siz tekshirib ko'ramiz. Haqiqatdan oq dog' bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan ham qo'lda ketishi qiyinroq bo'ladi. Balkim oq dog' bo'lmasligi ham mumkin. Bilmadim endi hozir sizning holatingizda. Shunga bir menga lekin oq dog' emas dedi-da u kishi. Juda ham yaxshi-ku. Juda ham yaxshi-ku, oq dog' bo'lmasa, zo'r-ku. Shu uchun bir baribir ko'lda hadik borda, qo'rqinch bor, ketadimi, ketmaydimi? Qayerdansiz? Agar qo'rqaversangiz, haqiqatan oq dog'ga aylantirasiz. Qayerdansiz? Men Samarqanddanman. Sizga qiyin ekan kelib ketish. Bo'lmasa administratorlarimiz bilan bog'lanib kelib ketasiz, yana ham maslahatlashamiz. Xo'p, qolganlarga ham imkoniyat beraylik. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Mayli. Madina Bonu, eshitamiz sizda. Madina Bonu, mikrofonni yoqib gapirsangiz bo'ladi. Xo'p. Inomjonga ham ruxsat berdik, agar gapirsangiz bo'ladi. Inomjon. Xo'p. Ovozini o'chirib qo'ymaysizmi?
Yo'q, ovoz eshitilyapti mana. Xo'p. Allo. Eshitaman sizni Madina buvi. Allo. Aha, gapiravering, eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, durustmisizlar? Rahmat, asta-asta. Eshitaman sizda. Men Tojikistondan 32 yoshdaman. Aha. Men bir 10 yilcha oldin operatsiya bo'ldim, appendisit. Aha. Shundan keyin tanaga orqa qismga mayda oq tog'cha paydo bo'ldi. Rossiyada lichenni oldim, bir yo'g'aldi, yana qaytib paydo bo'ldi. O'tganda yana bir lichenni olsam, sekin tanaga Aha. ishni boshladi shu narsa. Buni bir sizdan maslahat olay dedim. Endi uni ko'rmasdan O'sha hozir aytib administratorlarimiz bilan bog'laning, rasmini bir tashlang, bir ko'raylik, qani rasmdan bir tashxis qo'ya olsak, biron bir tavsiya beramiz. Hozir ko'rmasdan aniq bir tavsiya bera olmaymiz-da. Xo'p, sog' bo'ling. Rasmlar tashlab qo'yaman deb o'yladim sizga. Bemalol. O'ylasam ancha uzoqda bizdan shunda. Boshqa nimalar yo'qmi orada klinikalaring? Toshkentda klinikamiz bor, lekin Oqdog' bo'yicha faqat Samarqandda qabul qilamiz bemorlarni. Samarqand ancha uzoqroq edi o'shanda. Bo'ldi, bir rasmlarini tashlang qani xabarlashamiz, Inomjon. Allo. Xo'p, mayli. Eshitaman, opa. Assalomu alaykum. Ilyos aka, Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Men Madina Bonuni ayasi kitoblilar. Aha, eshitamiz opa, ko'rinmay ketdilaringiz. Biz bu Furqat akadan 2 marta lecheniya olib keldik. Aha. Mablag' tomonlama ozroqgina muammo bo'lgani sababli biz bora olmadik. Qanday o'zgarishlar? O'zgarish yaxshida, zo'rda, qandaydir yana boshqa joydan chiqyapti-da buni. Mana shu bugun ham mana shu qayta chiqayotgan bemorlarga nima uchun qayta chiqishi mumkin gaplashdik, eshitgan bo'lsangiz. Oxirrog'iga bilib qoldimda, ishdan kelib hozir. Ha. Iloji bo'lsa, sizlar yaqin, ko'p uzoq emas Samarqandga bir kelib ketsalaringiz, yana ko'rishib, maslahatlashamiz. Men o'yladim o'sha lecheniya ozroqgina bir ochib, keyin yaxshi bo'laykinmi degan fikr ham keldi menga-da ozroq. Siz bir jonli efirni yaxshilab ko'ring. Hozir joylaymiz. Bugungi jonli efirda yana nasib bo'lsa xabarlashamiz. Furqat aka, fikringiz bo'lsa. Mayli, sog' bo'lingizlar. Mayli. Bo'lmasa jonli efirda tugatsak ham bo'ladi. Mana aziz do'stlar, bugun sizlar bilan jonli efir tashkil qildik. Bu tashkil qilishimizning sababi ko'pchilik bemorlarimizdan bir xil bo'lgan muammolar, ya'ni o'sha ruhiyatga bog'liq bo'lgan, insonni ruhiyatini davolamasdan turib, uni tanasini davolab bo'lmaydi deydi. Bir xil xato takrorlanganligi sababli ham ko'pchilikka manfaatli bo'lsin deb mana shu jonli efir tashkil qildik. Ya'ni bemorlarni ota-onasi tomonidan yoki yaqinlari tomonidan tuzalishini xohlashligi, lekin bemorni o'zini, demak, xohlamasligi davolanishdi. Demak, bu bilan shifo topolmasligini bir qator ko'rib chiqdik. Shu sababli, demak, kim shifo topishni xohlasa, demak, o'shanga qarab aynan bemorni o'zi harakat qilishligi muhimligini tushuntirishga, demak, harakat qildik. Sizning fikringiz? Mani fikrim yana bir marta o'sha siz asoslanga mana bu anglab yashashni o'rganing va o'zizga yordam berishni o'rgansangiz, mana shu yo'nalishda ish olib borsangiz, men o'ylayman har qanday kasallikdan tuzalib ketishga Alloh taolo bizni ichimizga o'sha potensial shu rezervni berib qo'ygan, o'sha albatta ishga tushib ketadi.
Shu sababli hech qachon noumidlikka tushmaymiz. Bizda juda ham ajoyib natijalar bor. Yosh katta bemorlarimizda ham, yoshlarimizda ham bundan keyin ham hali demak jonli efirlar tashkil qilamiz. YouTube sahifalarimizda eng aktual bo'lgan, ko'p uchrayotgan muammolar bo'yicha suhbatlar qilib, sizlarga demak shifo topishlaring uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Keyingi jonli efirlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Xudoga sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Nasib bo'lsa.